Salomatmisizlar. Birinchi marta keldik endi bu yerlarga. Juda chiroyli joylar ekan. Xudo xolasa endi to'yga kelamiz, hozir to'y gaplashdik 3-4 ta. Xudo xolasa. Bugun ham to'y bor ekan, bilmay qolibmiz-da, bo'lmasa men ham ketdi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'zi shuning uchun kelganmiz. Yaxshi kayfiyat tilashga. Aytamizmi ham aka? Nima deb aytib beraylik? Qo'qonlik aytaveradimi yo boshqa joyni aytaylikmi? Ha? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Borganiga shukr. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga doimgidek. Davom etamiz. Aytaychi, so'ragan qo'shiqlaringni ham aytib beraveramiz bemalol. Hozirga so'rashdik-ku. Bahorlardek tashriflar xush, yoshlardek parlar kumush, sog'inchlarim eng og'ir yumush. Kela qolsam bormasmikan